Turmush qurishdan oldin yigitni qaysi xarakterlarga e'tibor qilish kerak? To'ydan keyin berilgan va'dalar unutilib, real hayotni ko'rishni boshlaysiz va aynan mana shu paytda ko'pchilik hatto ajrashishgacha borishadi. Mana shu vaziyat sizda bo'lmasligi uchun uchrashuvda albatta mana shu savollarni xo'jayiningizga berib ko'ring. Qancha pul topish haqida so'rashga albatta haqlisiz, chunki to'ydan keyingi xarajatlaringizni hammasini ular sizga to'lab berishi kerak va undan keyin chiqadigan har xil nizolarni, urush-janjallarni oldini olish uchun esa ayni mana shu xususiyatlarni so'rab olishingiz kerak. Qizaveramiz, qanaqa qilib undan qancha pul topishini so'rayman, menga pul muhim emas, men pulsiz ham baxtli yashayman desangiz, albatta adashasiz. Atrofga faqat negativniy qaraydimi, qizlar haqida yaxshi yoki yomon gapiradimi, birovni g'iybat qiladimi, qilmaydimi, albatta mana shu xususiyatlarga e'tibor qiling. Chunki hammani orqasidan gapirib g'iybat qiladigan bolalar va hozirgi qizlar mana bunaqa de, mana bunaqa bo'lib ketganda deydigan bolalar hech qachon sizga to'ydan keyin bir samimiy munosabat qilmaydi. Keyingisi hayotingizni asabbuzar bir inson bilan o'tkazishni xohlamasangiz, hamma vaziyatga asabiylashadimi yoki yo'qmi, bunisiga albatta e'tibor qiling. To'ydan keyin siz ishlaysizmi, o'qiysizmi, mana shuni o'zingiz uchun albatta hal qilib oling. Juda ko'pchilik inobatga olmaydigan jihat. Agar kimdir sizga bekor qilyapsa, mana bu bola bunaqa yoki mana bu bola mana bunaqa deydigan bo'lsa, yo'q, u unaqa emas deyishga umuman shoshilmang, chunki siz u bilan yashab ko'rmagansiz va katta ehtimol bilan yashab ko'rganingizdan keyin uni qanaqaligini bilasiz. Siz o'zingizga faqat er emas, bolalaringizga ota ham tanlaysiz va o'zingizning farzandlaringizga qanaqa otani nasib ko'rgan bo'lardingiz.